Kamerali aqlli ochkilarning narxi nima bo'lib ketyapti? Aniq uyerim bo'lib ayta olmayman. Internetda hali hech kim shunaqa ochkilarni bunaqa arzon narxda sotmagan. Aynan shu ochkilarni olib kirgan odam bozorlarga $90 berib, 100, 110, $120 sottirgan ekan. Taxmin qilib turinglar, men bular narxini sizlarga nech pulgacha arzon qilib qo'ya olaman? Ochki shunaqa stilli ko'rinishda, ikkita kamerasi bo'ladi, yana ichidan ikkita shishasi ham chiqadi. Xohlasanglar oqini, xohlasanglar qorasini qo'yib taqaverasizlar. 100% li telefondan boshqarsanglar bo'ladi. Heykian degan prilojeniyya orqali ulanadi. Bluetooth bor, bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Yana shetidan baland pastlikni regulirovka qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kameraga olasizlar, xohlasanglar zapsi ham bor. Yana 3 minutgacha video ham olib beradi. Shetidan zarat oladi, kolonkalari tegida bo'ladi. Agarda men shu ochkilarni sizlar taxmin qilib turgan narxlardan ham arzon etsam, shu videoni hamma tanishlarga jo'natib yuborasizlar. Ochkini kameralari 8 megapiksel, sun'iy intellektdan ishlab bera oladi. Xitoy tilidagi odamning gapini eshitib, sizga o'zbek tilida tarjima ham qilib beradi. Xatlardadir haligacha $110 dan $130 gacha sotilayotgan shunaqa aqlli ochkilarni yarim narx kanali bor yo'g'i $45 qilib beradi.